Menga основной yoqqani doktorning samimiyligi. Mana shu doktorning nima deydi? Kasalga munosabati birinchi kundanoq. O'shaning uchun men shu klinikani tanladim. To'g'risini aytsam, u klinikaning, gap klinikaning bir zo'r, mana bunaqa bir nimaligida emas u. Shu doktorlarning nimasi, munosabati kasallarga nisbatan. Mana shu medsestralari ham juda ham yaxshi. Men уже nechtasiga tavsiya qilib ham bo'ldim. Bir-ikkitasi o'sha kelib ketdi ham. Men o'zim klinikalarda ko'p yuraman, kasallarga yordam berib. O'shaning uchun men bemalol tanlay olaman, уже ajrata olaman kim qanaqa doktorlarni ham, klinikani ham. Menga mana shu Doktor Malayev klinikasi ma'qul keldi. O'shaning uchun menda boshqa vыбор yo'q уже. Boshqa joyga tavsiya qilsa ham men bormayman, to'g'risini aytsam. Tanishlarim o'tda doktorlar bor, olib boring deyapti, lekin men oxirigacha Xudo xolasa Allohdan shifo, Allohim shifo bersin. Mana shu Doktor Malayevga ishonib o'tiribman, to'g'risini aytsam. Avvalambor Allohim qolaversa shularning yordamiga